Men breloklarni juda ham yaxshi ko'raman. Hozir bu breloklarim ichiga yana bitta brelok qo'shiladi. Men anchadan beri xohlayotgandim buni. Faqat unda brelok deb ham bo'lmaydi. Hozir ko'rasizlar nimaligini. Birinchi bo'lib kichkina korobkani ochamiz. Voy jonim mening. Tanishinglar, bu meni yangi o'rtog'im. Buni ismi Dilmurod. Buni ismi Gulchapchap. Vot bu meni Asalcham Gulchapchap o'rtog'im. Bunga aytolmagan sirlarimni aytaman endi. Jonim qalaysan? Bo'ldi, bu meni breloklarim orasiga qo'shildi. Endi har doim men bilan yuradi, to'g'rimi? Gulchapchap. Hozir biz Gulchapchapni kiyimchalarini obzor qilamiz. Qaranglar, osib yurish uchun bu. Bu robot ruschada ham bemalol so'zlasha oladi. Buni shunaqa har xil kiyimchalari bor ekan, polnoценный garderob qilib osib qo'ysanglar bo'ladi. Bu sizlarni umuman zeriktirmaydi. Buni Wi-Fi ga ulab bemalol sovrindan bersanglar, bu sizlarga yordam beradi yoki Wi-Fi ga ulamasdan ham shunday qilib qo'ysanglar, zeriktirmay o'tiradi bu sizlarni. Ishoninglar, agar buni yaqininglarga, qizinglarga yoki opa-singillarga sovg'a qilsanglar, vasha xursand bo'lishadi, chunki idealniy pодарок.